Faoliyat 3 guruhga bo'linadi. Har bir guruhni 2 o'qituvchi boshqaradi. Bolalar bo'yash uchun mo'ljallangan chizmada daraxtning tanasi jigarrang bo'lib, bo'yash uchun elementlar chizilgan. Bolalar bo'yash uchun mo'ljallangan daraxt rasmi 6 bo'lakka bo'linadi. Har bir guruhga 2 bo'lak beriladi. Bu esa har bir bo'lakni 5 dan 7 gacha bola bo'yashini anglatadi. To'liq chizma aks etgan varaq bosh o'qituvchi tushuntirish vaqtida ko'rsatiladi va har bir guruhga tarqatiladi. Avval qo'lni yashil qog'ozga qo'ying va uning konturini rangli qalam bilan chizing. So'ngra kontur ichida shashaga xat yozing. Barcha xatlar yozilgach, guruh o'qituvchilari qo'l shakllarini yig'ib, ularni kesib oladi. Varaqni kesgandan so'ng, orqa tomoniga 2 tomonlama yopishtiruvchi lenta yopishtiriladi. Shu vaqt ichida guruhdagi bolalar rasmlarni bo'yashadi. Koreys guruh o'qituvchisi kesadi, o'zbek guruh o'qituvchisi esa bolalarni nazorat qiladi. Biroq o'zbek o'qituvchilari ham bolalarni nazorat qilish bilan birga imkon bo'lsa, kesishda yordam berishlari mumkin. Diqqatni saqlash uchun kesilgan qo'l barglari darhol qaytarilmay, guruh o'qituvchilari tomonidan saqlanadi. Vaqt tugagach, barcha bo'yash ishlari yakunlanganida bosh o'qituvchilar rasmlarni yig'ib oladi. Chizmalar yig'ib olingach, ularni barchasini birlashtiring. Shunda bitta katta rasm hosil bo'ladi. So'ngra bolalar guruhma-guruh chiqib, qo'l barglarini olib, ularni xohlagan joylariga yopishtirsin.